Assalomu alaykum. Mening gul yuzlik omoq do'stlarim. Qanday ahvolinglar? Allohga shukr. Nihoyat yaxshi turdik. Siz yaxshi turdingizmi? Menmi nihoyat yaxshi. Bugun nima uchun kelganimni bilamsizlar? Yo'q. Ha, bizni bek sig'indingizmi ya? Balki bizni ko'rayotgan do'stlarimiznimi cho'qim sig'indingiz? Undaqda ularga tekrar bir salom yo'llayli. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur adashlar, kelayotgan Qurbon hayitinglarga muborak bo'lsin. To'g'ri, hammanglarni suyimlik Uyg'urimni bek sig'indim. Bilasizlar, Qurbon hayit yaqinlab keldi. Shunga sizlarga bu muborak hayit haqida so'zlab beray deb keldim. Sizdan bir savol so'ray. Qurbon hayit qanday bir bayram? Qurbon hayitmi? Ya'ni Ro'zitning qarindishimi? Ro'zitning qarindishi. Bu so'zingiz qiziqarli bo'ldi. Ro'zit esingizdami? 30 kun ro'za tutib, hech nima yemagan edik. Mehribon Alloh bu qilgan ibodatimiz uchun bizga Ro'zit bayramini hadiya qilib, Ro'zit xushalligini ato qilgan edi. To'g'ri, esimda Ro'zit bek ko'ngilli o'tgan edi. Do'stlarim bilan, tuqqanlarim bilan yig'ilgan edik. Undaqda Qurbon hayitimi o'xshashishni qilamdik, ammo ro'za tutmadik-ku. Yo'q. Qurbon hayit ro'za tutqanimizning mukofoti emas. Amsa Qurbon hayit sizlarningcha nimaning mukofoti? Kelinglar, menga quloq solinglar. Alloh taolo Hazrat Ibrohim alayhisalomni o'g'li Ismoil alayhisalom orqali sinaydi. Hamda Ibrohim alayhisalomga muhim bir vazifa berdi. Hazrat Ibrohim alayhisalom vazifasini hech bir narsa demasdan darhol o'rinlaydi. Bu sebepten Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a cennetten düşürülgen bir qo'shqar hediye qildi. Hamda dinimizdeki yeni bir çoğun xushalliq Qurbon hayitini e'lon qilinadi. Yani o kunda hayitlishimiz. Masalan, anangiz sizni ishqa buyurib, "Omoq balam, o'yinchiqlaringni yig'ishtirgin" desa, siz hech ikkilanmay, akilmasdan darhol yig'ishtiramsiz? Belki biraz akilishim mumkin. Hazreti İbrahim faqat akilmabdimi? Deganlarni darhol o'rinlabdimi? Hech saqlamabdimi? To'g'ri, hech ikkilanmasdan qildi. Buni bilamsiz? Ammo men ishonaman, sizmi onangizning deganini akilmay darhol qilsizmi deyman. To'g'ri, cho'qim qilasiz. Shundoq Hazreti İbrahim Allah Taola'nın buyurganlarını hiç ikkilanmay, akilmay, shundoq tiz o'rinlag'achqa Allah Taolo bizlarga Qurbon hayitini hadiya qildi. Qurbon hayitini tushundim. Undaqda Qurbon hayiti nimalarni qilamiz? Qurbon hayitda qiladigan alohida ishlarimiz bor. Masalan, qurbati yetganlar Allah razılıq uchun qo'y qurbonlik qiladi. Hamda uzundan beri go'sht yeyilmagan oilalar bolalar uchun go'sht tarqatiladi. Kichik do'stlar, go'sht yeyishni yaxshi ko'ramsizlar? Masalan, sho'rpa, kebab. Meningcha cho'qim yaxshi ko'rsizlar. Ba'zi oilalar qurbonlik qila olmaydi. Shunga qo'y qurbonlik qilgan oilalar go'sht yeyilmagan oilalarga go'sht olib beradi. Agar xohlasanglar, bu yil Qurbon hayitda sizlarmi uydagilarga yordamlashib go'sht olib beringlar. Hatto bu go'shtni qabul qilib, sizlarning ajr elishinglarga sababchi bo'lganlik uchun ularga rahmat aytinglar. Bo'lamdi? Nima degan yaxshi? To'g'ri, o'tgan yili Qurbon hayitda dadam ba'zi insonlarga go'sht bergan edi. Ammo nima uchunligini bilmagan edim. Bu yil men ota-onamga yordamlashaman. Undaqda yana nima ishlarni qilamiz? Ro'zit esinglarda bo'lsa,
Qurban hayitimi cho'nglarni yo'qlaymiz. Aile a'zolari yig'ilib, yemeklik yeymiz. Paranglishimiz, sizlardek kichik o'moqlarmi do'stlari bilan, tuqqanlari bilan bir yerga kelib, qin-qiniga patmay o'ynaydi. Yana texi cho'nglardan yep-yangi hayitlik pul oladi. To'g'ri, men shunga Qurban hayit va ro'za hayitimizni bek yaxshi ko'raman. Hayit bizning bir yerga kelishimiz uchun bek qimmatlik, shundaqmi? Barakalloh sizga. To'g'ri, hayit dam oladigan kun emas. Hayit qilishga tegishli ishlarni yaxshi qilib, cho'nglar bilan xushal-xuram bir yerga yig'iladigan go'zal bir vaqtdir. Bek hayajonlanyapman. Hayit tezroq kelsin. Undaqdan keyin yana nima ish qilamiz? Ro'za qilganimizga o'xshash Qurban hayitimi hayit namozi qilamiz. Dadimiz, akamiz, qarindoshlarimiz hayit namoziga boradi. U yerda namozdan keyin o'zaro hayitlik salom yo'llashadi. Oxirida uyga kelib, qo'y qurbonlik qiladi. Yana nima ish qilamiz? Mushunchilikmi? Yo'q, yana bor. Tas qoldim unutib qolg'ili. Tashrik takbirlari bor. Tashrik takbirlarimi? Uni anglamabdiman. U nima? Arafat kuni, ya'ni hayitdan bir kun burun bomdod namozidan boshlab, hayitning 4-kuni peshin namozida oxirlashadi. Qanday aytamiz? Har namozning farzidan keyin bu takbirni aytamiz. Balki oilamiz buni ovozsiz aytgan bo'lishi mumkin. Hammanglarning esiga selish uchun cho'qim oilanglarga aytinglar, ovozli aytsin, hamda sizlarmi ularga qarab oson yodlaysizlar. Undaqda tashrik takbirlarini birga aytaylikmi? Ma'qul. Anam dadamga cho'qim ovozli aytinglar. Men meginiman deyman. Qani, boshladik qamsa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Yeni bir tekrarlayli. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Endi birlikte aytaylikmi? Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd.